Ana tövende Şinjan Üniversitesi'nin ki Doktor Asmat yetekçisi, benim Ali Mektep'teki ustazım, Ötkür Efendi'nin dilkeş dostu, Osman İsmail Tarım Efendi'nin sözü teklif kılamayız. Bugün biz milletimiz intayin yaxşı ko'rdigan hurmatli zot Ötkür Efendi vafotining 20 yillik xotira kunini eslab o'ltirib biz bu yerda shunday bir faoliyatni o'tkazyapmiz. Men oldi bilan mushu faoliyatni o'tkazishga, uyushtirishga kuch chiqargan Zulfiqar Barat o'z boshqa rahmat aytaman. Ötkür Efendi ko'p tarafdan yetishgan bilim egisi. Ötkür Efendi aldı bilen o bir şair 22 yaş vaxtida tunji şiir toplamını çıkargan. Bu şiir toplam 1945 yılı. Yürek Moңlari degan namda Gansu'da besilgan. İkinci qatımlıq şiiri toplama Tarım Boyları degan şiiri toplam. Bu Ürümçi'de besilgan. Şunundan tartib Ötkür Efendi davamlıq şiiri yazıp geldi. O ani şu 20 net yaş vaxtda tunji toplamını çıkargan şair. Şu vaqtning o'zida azoqdan burun yosh vaqtida nurg'un esil she'rlarni yozib xalqimizni hayajonga solgan, yuraklarni titratgan. Islohot ishini aytishdan keyin u yana bir turkum intayin esil she'rlarini kayni-kayni e'lon qildi. Bo'libmi? Uning she'riy talantini eng yuksak ifodalab berdigini Qashqar kekisi nomli dastoni. Bu dastonda biz Ötkür Efendining she'riy talantini, uning partlab turgan hissiyatını, onun söz işiltiş sanatını, hemmisini muşu dastandan görebiliriz. İkincisi Ötkür Efendi bu danlıq yazgıcı. Bizge emdila tehe bir neçe roman e'lon qilingan. Uyghur edebiyatı romancılık emdil meydanı keliyotgan mezgilde o'tirg'i chiqib, kayni-kayndan ikki romanni yazdı. İkinci romanı iki kısımlı. Bu romanlarda yana kelib intayin muhim bir tema yazıldı. O bolsunmu bizning tariximiz irmash-chirmash bo'lib ketgan, oq qarisini aniq qilib bo'lmaydigan 20-asrning 20-30 yildirki murakkab tarixiy voqealarni nihoyatda aniq, to'g'ri holda ifodalab berdi. Bu kitob o'zining badiiy, romanlik, badiiy asarlik qimmati bilan bizni ta'sirlantirib qolmay, eng muhimi u shu vaqtdagi tarixiy voqealarni xuddi chigishib ketgan jipni yishib bergandek shundoq aniq gavdandirib berdi. Ba'zi nuqtadan olgan vaqtida biz 20-asrning dastlabki vaqtidagi Uyg'ur tarixini Ötkür Efendining romanlari orqali bilalaymiz. Albatta, romanning o'zi aynan tarix emas, ammo Ötkür Efendining romanlari tarixni o'z mohiyati bilan aks ettirib bergan asarlar. Uchinchidan, Ötkür Efendi bu bir tədqiqatçı. Ötkür Efendi öz ömrüde nurgun, iyisil makalalarını yazdı. Bu makalalar Uygurlarının tarihi, Uygurlarının dili, Uygurlarının medeniyeti ve Uygurlarının edebiyatına tutuşudu. Köp taraftan. Bu her bir parça makalası da bu mühim bir meseleni hal kılgan. Ben İğiz edebiyatının tədqiqatçısı. Ben köp dikkat kılgan eser Ötkür Efendi'nin aruz vezin hakkındaki makalesi. Şu vakitlarda ve şunun keyin ve hazır mı? Aruz vezinni bu Araplardan, Parislardan kelgan degan tushuncha bor. Hazır mı? Mana mushunda so'zlarni aytdi, baza tepiyotidi. Aruz vezin, aruz ilmi dastlabda Araplarda meydonga kelgan, keyin aruz ilmi Paris tarjima qilingan. Uningdan keyin Uyg'urlar mush asarlarni ko'rib, ondan aruzning o'lchamlarini bilib, bu haqda she'rlarni yozgan degan ko'z qarash hozir hukmron o'rinda. Ammo bu ko'z qarashga Ötkür Efendi 80-yillarda radiya bergan. Aruz degan so'z yo'q vaqtida, aruzning o'lchamlarini bilmaydigan vaqtida Uyg'urlar allaqachon aruz vaznidagi she'rlarni yozgan ve qo'shiqlarni to'qigan. Chunki aruz vaznini o'lchamlarini bilmay turibmi? Aruz vaznida dars olmay turibmi? Aruz vaznli she'r yozg'ili bo'ladi. Bu aruz vaznni nazariyaning shakllanishi keyingi gap. Nazariya amaliyotni xuloslash orqali shakllandi. Ammo aruz vaznli she'r u burungi gap deb u xalq qo'shiqlaridan
Mahmud Qashqariyninki Turkiy tillar divonidan nihoyat nurg'un she'rlarni misol keltirib buni og'dirib o'tdi. Bundaq asarlar, bundaq maqollar xili ko'p. To'rtinchidan, Abdurim O'tkir bir damliq tarjimon. Abdurim O'tkir Xanzu tildagi nurg'un asarlarni ajoyib mahoratli holda ajoyib isil tarjima qilib berdi. Xanzu klassik adabiyotidagi nurg'un asarlar, Xanzu klassik adabiyotidagi damliq she'rlar O'tkir apandining qo'lida xuddi Uyg'ur adabiyotidagi asarlarga o'xshashlar tarjima qilinib ketdi. Bo'lib bu she'riy tarjima O'tkir apandining intayin isil. Shundaq aytishga bo'ladiki, hozirgi xeyli ko'p tarjimonlarimiz bu jihatda O'tkir apandiga yetmaydi. Demek O'tkir apandi ko'p tarafdan yetishgan bilim egisi edi. O'tkir apandi yalg'iz shundaq bir bilim egisi bo'lib qolmay, u millatimizning ichidagi jamoat arbobi bu masalani bu vaqtdagi ishlarni bayatini Zulfiqar Barat O'zbash ma'lum nuqtadan yoritib berdi. O'tkir apandi bu millatimizning ro'yining namoyandasi. O'tkir apandi xalqni so'ygan, bir umr xalqni kuylagan. Xalq yig'ilsa, u tang yig'ilgan. Xalq kulsa, u tang kulgan. O'zining asarlarida butunlay xalqning hissiyotini, xalqning orzusini, xalqning hasratini, xalqning g'am andishasini bayon qilgan. O o'zining she'rlarini, romanlarini butunlay xalqqa xizmat qilishning vositasi deb bilgan. O'tkir apandi she'rlari orqali Uyg'ur millatining ro'yini bizga namoyon qilib berdi. Uyg'urlarning qalbini bizga namoyon qilib berdi. Bu jihatdan olganda uning asarlari bebaho. O'tkir apandi ko'p taraflimlik bilimi, ya'ni tarix, falsafa, adabiyot haqidagi bilimlari. Shuning bilan birga o'zining yozuvchiligi, shoirligi bilan emas, kamolatga yetgan bir axloq fazilati bilan jamoat ichida cho'ng ta'sir qo'zg'agan. O'tkir apandi intayin kamtar. U shunchalar bilimi bor, shunchalik ko'p kishilarning hurmatiga sazovor bo'lgan shaxs bo'lsa-mu, lekin o intayin kamtar, oddiy sodda o'tgan kishi. O omma bilan, xalq bilan ish qiyin, tosh qiyin bo'lib ketgan. Xalq bilan o'zini bir gavda qilgan. Shunga o o'zining she'rlarida o'zini xeylikqa o'xshatdi. Xalqni suga o'xshatgan. Haqiqatan O'tkir apandi mushu jihatda boshqa bizning mo'tabar zotlarimizdan aniq farqli. U hamma odamga bab barobar muomala qiladi. U hasadxo'rlikdan, oshko'zlikdan intayin yiroq edi. Har bir odamning kichikkina muvaffaqiyatlari bo'lsa-mu, uni suyunib turib maqtaydi, rag'batlantiradi. Bizning oliy maktabdagi o'quvchilarimiz dastlabki tunji she'rlarni yozgan vaqtlarda, shu she'rlarni deklamatsiya qilgan vaqtlarda O'tkir apandini ataydan chaqiradi. O'tkir apandi mushlarning hech qaysini bu bir eg'ir ko'may ataydan piyoda kelib uydan shu faoliyatlarga qatnashadi. Bu odamni haqiqatan ta'sirlantirdi. O'tkir apandi Abdulmurayliq ijtimoiy fanlar akademiyasining Adabiyot tadqiqot institutining muavin boshliqlik vazifasini uzun muddat o'tadi. U yana Abdurayliq xalq hukumatining maslahatchilikka tayinlandi. Abdurayliq xalq hukumatining o'z vaqtidagi 80-yillardagi maslahatchilari ancha ko'p emasdi. Ana shu sanoqli bir necha maslahatchining biri Abdurim O'tkir apandi edi. Dastlabda Ismoil Ahmad Abdurim O'tkir apandining mushu jihatdagi iqtidorini bilgachga bu kishini do'st tutib, uningdan Uyg'ur madaniyati haqida nurg'un maslahatlarni oldi. Uningdan keyin Timur Ahmad rais vazifasiga tayinlangandan keyin O'tkir apandi bilan shundoq yaqin do'st bo'lib,
onun nurgun məsləhətlərini elib, özlərinin xizmətlərini becidi. Abdurrahim Ötkür yine memleketlik ve Abdunur Aylık bir neçə tədqiqat cemiyetlerinin maun reislik, baş katiplik vazifelerini ötügen. Abdurrahim Ötkür efendi mana muşunda halkının gımini, cemaatinin işini her vakit özünün işi dep bilgen. O Uygur'un medeniyetinin terakkiyatı, Uygur cemiyetinin terakkiyatı için ölçmez töküp koştu ve keç gündüz muşu terakkiyatı için başka oldu. Ötkür efendi özünün kalemini, halk hizmet kılışının, halkını oygutuşunun, halkını terakkiyatı başlaşının kuralı kılgan. O özü naiti aşkar aldı. El üçün yugursan kağızda kalem, tağlanın beşiğe tikersen elem dedi. O yine maksadım dastan üçün dastan emestir. Yetilse elki hizmet üşbu bestur dedi. Benim maksadım dastan yazış emez. Belki dastan arkalık ilimki hizmet kılış değil. Naiti edip kaldı bu yerdeki dastanını halkı hizmet kılışının bir vasısı dep tanıydı. Bu yerde Ötkür Efendi'nin edebiyat göz karşı yine bir kısımlarının edebiyat için edebiyat, sanat için sanat deydiğin göz karşıları bilen roşan farklı. Ötkür Efendi vefat bolgan günü, yani 1995 yılı 10. ayının 5. günü Ötkür Efendi'nin vefatına gelgen kişiler intayın köp oldu. 6.'sı Ötkür Efendi'ni uzatkan günü Adem deniz gaylandı, Ürümçi şehir. Şamalvak köçüsü, yani hazırki Yanallı. Şamalvak köçüsü Ademlerlik liht oldu. Etraftaki dukallarının hemisi şu günü iş toxtatmandak bolup ketdi. Bu tesirlik manzara Ürümçi tarixida az görülgen. Ma'lum nuqtadan bir adamning vafot bo'lgan, miting kelgan odamning az ko'pligi orqali o odamning qimmatini belgilagili bo'ladi. Biz bilimiz Fransiyadın bir danlıq faylasuf, yazğıçısı var. Sartre vefat bo'lgan vaqtida Parijda 100 ming odam bunga qatnashib ketgan. Shuningdan tortib hozirgacha Sartre to'g'risida gap bo'lgan vaqtda Fransiyaliklar intayin faxrlanib turib, shu vaqtdagi shuning dafn murosimiga qatnashgan odamning jiqligini oldi bilan tilga oldi. Ötkür Efendi'nin kişilerge yetkizgan qimmati şundak zor bo'lganligi uchun kishilar ana shundak hurmat qildi. Ana shundak e'tiborladi. Qimmat masalasi intayin muhim. Agar boshqalarga sening bergan qimmating, manfaating bo'lmasa, sen ya moddiy yoki ma'naviy jihatdan hech qanday manfaat yetkazolmasan, unda sening qilchilik qimmating bo'lmaydi. Oxirida demoqchi bo'lganim, Ötkür Efendi bir ot. Bu ot 40 necha yil buyon meni ko'ydirib keldi. Ötkür Efendi bir mo'jiza. O 20. asırda taqdir Uygurlarga bergan bir isil so'g'at. Ötkür Efendi bir partlab turgan talant egisi. Ötkür Efendi bir mayak. O bizni davomli olg'a yetaklab mangdi. Sizin tamam. Öz uslub xasligi bilan bir turkum nadir she'rlarni ro'yobga chiqargan bu zoti muborakning yana bir parcha she'rini bizning Ürümçi Xalq radio stansiyasining ko'zga ko'ringan riyosatchisi, Savoqlashlar programmasining bir parchasi riyosatchisi Tahir Yasin Efendi dikilmasya qilib berdi. Marhamat. Gül emasken yoshligim to'si yana ochilg'im. Yoki ko'zda turmidek kessa bahorda yomg'ir. Ushdi ketdi qush kabi armonda qoldim hasrata. Endi ming qoqsam indakka kelmas hech yo'l. Nima degan qisqa umrning tong'lari gul chog'lari. Keldi boshlab qor bo'ronni oyna kashko'z sho'ri.
Boshqacha tushdi. Soch soqolimga qirov. Endi hargiz sayrimaz. Bu bag'da ko'klam bulbuli. Gar nesib bo'lsa menga odiy hayotdan bir qadah. Ne kerak içmek uni so'ng'anda yoshlik so'nbuli. Soqiya jamingni tut, g'andim bo'lay birdan xolos. Kelgicha miskin jinimga so'g' ajalning signali. Teşekkür, rahmet. Tek başım kız hem güzel bulda anam. 신장 비라고교육 universitetinin o'quvchisi adabiyot fanlar doktori shoir Sulaymon Qayum efendi Abdurahim O'tkir va ziyolilar ro'yi degan temada to'xtaladi. Marhamat. Abdurahim O'tkir efendi 72 yillik hayotida keyingilarga talay yillargacha ma'ni uzuq beradigan iz uyg'ongan zimin romanlari, Qashqar kechasi ulug'on haqida cho'chak o'xshash hikmat baxsh dostonlarni, har quridan hikmat fasod balqib turadigan ruboiylarni, men oq bayroq emas, talki haqida qo'shaq, qosh teshig'i madhiya, she'r va shoirga o'xshash yillar siri cho'g'inib turadigan, haroratidan ketmaydigan misralarni qoldirib ketdi. Abdurahim O'tkir efendining xalq og'zida ismi bilan emas, to'laroq O'tkir efendim deb atalishi hargiz bekor emas. O'tkir efendimning ruhi esil bir angishlarga to'lgan xosiyatli kon, xosiyatlik barkatlik xazina. Endi biz bu xazina nimalarga qarab boqaylik qisqacha. Birinchi, Abdurahim O'tkir efendining tilshunoslik va ikki klassik asarga singdirgan ajri. O'tkir efendim qadimki va hozirgi xanzu tili, rus tili, turk tili va fors tilini xil obdan egallagan. Xanzu adabiyotidagi mashhur roman Bahodir Shoh Liziching romanining ikkinchi qismini nihoyat fasod bilan tarjima qilgan. Shunga bir tilga, bir fanga, qilayotgan bir hunarga, navoiychilikqa, bizga nom berayotgan har qanday bir xizmatga yelinjayotgan muhabbat bo'lish kerak. Muhabbat o'tining qanday bo'lganligini O'tkir efendimning ro'yidan ko'rib oldik. Mahmud Qashqarning Turk tillar divani va Yusuf Asachevning Qutatg'ubilik dastoni bizgacha yetib kelgan nihoyat ta'laylik ikki shavkatlik asar. Albatta, bu ikki asarni hozirgi zamon Uyg'ur tilida o'qib tushunib bahrilanganligimizning o'zi biz uchun talay. Talay qimmatli miroslarimiz davrning bo'ronlarida yutib ketdi, yong'inlarda kuyib ketdi. Endi Abdurahim O'tkir, Ahmad Ziyoyi qatorliq peshvolarimizning qon tari bilan biz bu ikki asardan bahrilandik. O'tkir efendimning qadimki Uyg'ur tili, arab va fors tillaridagi qobiliyati bu tarjimalarda nihoyat asqatdi. Shunday qilib bizda divanshunoslik va qutatg'ubilikshunoslik tadqiqoti ma'lum asosga ega bo'ldi. O'tkir efendim yetuk shoir. Shuning uchun romanlarining tili xuddi she'rdek lirik, esil kuydek yetimlik, tog'ning salkindek larzon. O'tkir efendimning ijodiyati shunday bir nuqtadan isbotladiki, shoirlarmi roman yozsa, bo'libmi qalamni halollab tutadigan bir shoir roman yozsa, romanning tilining boshqacha chiqadiganligini, mutafakkur adibning bizga to'limi zarur ekanligini isbotlab berdi. Bu romanlarni roman emas, balki bir lirik qissa yoki qahramonlik o'qilgan ta'sirli doston desak, hargiz ortiq ketmaydi. Ikkinchisi, O'tkir efendimning xushfe'l, kamtirona mijozi. Bu mijozlar haqida yuqorida ustozlarimiz nihoyat tafsili so'zladi.
O'tkir apandi shuncha bilimli bo'lsa-mu, lekin kibr tamannodan shuncha jiroq yashagan bir pok inson. O'tkir apandimning shoirona talanti 25 yoshida ayon bo'lgan. 3600 misralik Qashqar kechasi dostonini 25 yoshida yozgan. 25 yoshda klassik adabiyot, til, stilistikada shunchalik voyaga yetgan. Biz bundan suyunimiz, buni biz talant, buni biz o'tkirlik deymiz. Üçüncüsü, O'tkir apandimning adabiyot ro'yida yalqinjab turadigan yana bir marvoyat shuki, umidvorligi va egilmas, sunmas irodasi. To'rtinchisi, O'tkir apandimning tinimsiz izlanish ro'yi va ko'p xil fanlarni pishiq bilishi. Endi O'tkir apandim tildan boshqa yana klassik adabiyot, Xanzo adabiyoti, Jungoning tarixi, dunyo adabiyoti, falsafa, tilshunoslik, logika, stilistik qatorliq fanlarni yaxshi o'rgangan. Endi O'tkir apandimning O'tkir deb atilishi va xalqimizning hurmat bilan apandim deb atishi, shundaqla O'tkir apandim yoki O'tkir va apandim degan bu nomatoqlarni boshqalarga bermay, dal O'tkir apandimga ato qilishi O'tkir apandimning shu zamonda baldir uyg'ongan, o'tkir danishmand va jiroqni ko'rarlikdan bo'lgan. 5-si, O'tkir apandimning yoshlarni tarbiyalash va faoliyatchanlik ro'yi. O'tkir apandim yiziqchilik va tadqiqotlarni bo'ldi qilib o'tgan odam emas. U yoshlar bilan to'la sirdashgan, faoliyat surlariga erinmay borgan, talqin suhbatlar orqali yoshlarni tarbiyalashni o'zining bir burchi deb qaragan. Yoshlarni zamonning uyg'uturlarini ta'minlagan, tarbiyalagan. O'tkir apandimning romanlari nashr qilingandan keyin mamlakatning ichi va sirtidan 400 parchadan ortiq rahmat qildi kelgan. Bu hurmat, mana bu mukofot. Xalqimizning bu 3 qismli qissadan men buni chatma roman deb oldim yoki chatma qissa deyishim bo'ladi. Bizning rozimanligimiz, hurmatimiz bag'ansir bulduqlab tashmoqda. Bağansır onun kıymetiga yetmektimiz. Emel ve unvanı idare bəsimi, muhabbet ve hürmetni, xalqning berdiganligidan ibaret bir haqiqatni O'tkir apandimning hayotidan ko'rib oldik. O'tkir apandim bilganlarini u dunyoga olib ketishni xohlamadi. O qalam orqali qoldirib qo'ydi. Bizda tarixiy roman tuzuk yozilmagan ayni sharoitda tarixiy roman qizg'inligini qo'zg'adi. 7-si natiqlik. O'tkir apandim she'riyat, xalq adabiyoti, dunyo adabiyoti, o'sha klassiklarning namunalaridan yaxshi xabardor bo'lg'achqa, nutqi intayin ravon, tetimliq va hikmatli ekan. Uyg'urlar O'tkir apandimning har bir ruboyisini yodga biladi desak ham bo'ladi. Naqsh qilib aytildi, tamlarga o'rnaqat qilib yezildi. Mana bu hammasi hurmatning kuchidan, sevgining kuchidan kelayotgan narsa. 9-si nasrchilikka ko'rsatgan to'pisi. Garchi O'tkir apandim nasrni ko'p yozmagan, 3 parcha nasr yozgan bo'lsa-mu, ammo hozirgi 30 parcha, 300 parcha nasrga tetadigan nasrlar. Buningdagi jo'shqinlik, buningdagi dulqinlik, hissiyot bu hammamizni qoyil qiladi. 10-si O'tkir apandimning tarix va adabiyotni bir-biriga chambarchas bog'lashdagi mahorati. Ham shundaqla tarixiy romanchilik ko'rsatgan ta'siri. Hammanglarga rahmat, so'zim shu yerda tamom. Ilimchimizning 2-chi bosqichida biz rasmiy xazinlar bo'soqchilik asarlariga yurish qilamiz. Mush asarlar ustida bo'ladi buningki muhokimamiz. Tövende Xinhua Energiya guruhining xizmatchisi, Ilimchayninki kotibi Yahya Ro'zi apandi xazinlar bo'soqchisidagi maqolalarga ko'ra Abdirim O'tkirning an'ana va taraqqiyot qarshi nomli tem üstü to'xtaladi. Marhamat edim. Assalomu alaykum Xalqxon ana. Assalomu alaykum ustozlar. Assalomu alaykum ilimchininki barliq ishtirokchilari. O'tkir apandimning an'anaviy madaniyat va milliy taraqqiyot nomli maqolasi to'g'risida. Men bu maqola to'g'risidagi taassurotimni 3 nuqtaga bo'lib so'zlayman. Birinchi, bu maqolaning ahamiyatini ve mazmunini tushunishda lozim bo'lgan oshqishliq hukmlarga izoh berib o'taman. Ikkinchi, maqolaning fikr yo'lini yoki qisqacha mazmunini tushuntiraman. Uchinchi, o'zimning his qilgan taraflarni o'tirib qo'yaman. Birinchi nuqta, maqolada oshqishliq rol o'ynaydigan 3 hukm bor. Ular an'ana, madaniyat va qayta o'rnatish qatorlaridan iborat. Birinchi, an'ana. An'ana bu so'z ism bo'lib arabchadan kirgan. Ma'nosi kishilarning turmushdagi urf-odat, axloq, ideya, stil, san'at, tuzum qatorliq taraflarda avloddan avlodga otadan bolaga qilib kelayotgan o'ziga xos alaylik ega bir xil ijtimoiy omil. Masalan, mehmondo'st Uyg'ur bovay
o'z an'anasi bo'yicha otni egilga bog'lab ipak sallik yo'lovchini uyga boshladi. Ikkinchi hukm madaniyat. Bu so'z ism bo'lib, o'xshashlar arab tilidan kirgan birinchi ma'nosi. Insonlarning jamiyat tarixiy taraqqiyoti jarayonida yaratgan moddiy va ma'naviy boyliklari, qutuqlari. Ikkinchi ma'nosi. Biror ijtimoiy guruhga sinib yoki xalqning ma'lum davrda qo'lga keltirilgan shundaqla qutuqlarining darajasi. Uchinchisi, arxeologik ma'nosi. O'xshash bir tarixiy davrda tarqalish nuqtasining yetkilishiga qaramasdan saqlanib qolgan xaroba izlari va boshqa narsalarning yig'indisi. To'rtinchi ma'nosi, yeziq ishiltish qobiliyati. Umumiy savad, ta'lim-tarbiya ko'rganlik degandek ma'nolarni bildirdi ekan. Uchinchi hukm qayta o'ylanish. Qayta o'ylanish qancha fansiz deyilgan bu hukm yaqin zamon g'arb falsafasida barliq kelgan va umumlashgan. Hozir qayta o'ylanishdan iborat bu hukm ijtimoiy fan sohasida keng qo'llaniladigan hukmga aylangan. Masalan, angliyalik mashhur jamiyatshunos Antoni Giddens bu haqda cho'nqur izlangan. Doktor Zulfiqar Birat O'zbash apandining Cemiyatshunoslar nima deydi nomli kitobida mundaq deyilgan. Antoni Giddensning qarashicha, butur davr yashash jamiyat haqida qaytadan cho'nqur yo'sinda o'ylanishni talab qiladi. Bu deganlik atrofimizda yuz berayotgan ishlar haqida texmi cho'nqur va izchil o'ylanish deganlikdir. Bir jamiyatda kishilar urf-odat va an'ananing ta'siriga uchrab yashaganda o'zlari yashayotgan ijtimoiy muhit haqida kamdan-kam o'ylanadi. Cemiyatshunoslar nima deydi nomli kitobning 255-beti. Ben qarasam, hozirgi zamon xanzur tili so'zlik lug'atida qayta o'ynashgan noit qicham, oddiy, tushunishli qilib ombaq izoh berilibdi. Bunda mundaq debdi. 思考过去的事情，从中总结经验教训。Yani o'tgan ishlarni o'ylab, undan tajriba savob yakunlash deyilgan. Yig'ib ketganda qayta o'ynash degan bu hukm navbatda makro jihatni ilib ketganda butkul ijtimoiy mavjudiyat haqidagi yoki uning ma'lum sohalari haqidagi va yoki zo'r ijtimoiy gavdalarning o'zi haqidagi qayta o'ynashni mikro jihatni ilib ketganda shaxsning o'zining o'tmishi va yoki sodir qilgan qilmishi haqidagi qayta o'ynashni ko'rsatadi. İkinci nokta, Mütkür Efendi'nin an'anaviy madaniyat ve milli taraqqiyot nomli bu muhim maqolasining markaziy ideyasi bunda 3 nokta bo'yicha qanot yagan. Birinchi kichik nokta, qayta o'ynashning ahamiyati. Ikkinchi kichik nokta, Uyg'ur an'anaviy madaniyati haqida qayta o'ynash orqali tarixdagi shonliq muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirganligi negizlik sababning nimaligini tushuntirish. Uchinchi, an'anaviy madaniyatga qanday muomala qilish masalasi. Birinchi kichik nokta, qayta o'ynashning ahamiyati. Ilgari Efendi'nin an'anaviy madaniyat va milliy taraqqiyot nomli maqolasi jami 16 abzas 3 bo'lakdan tarkib topgan bo'lib, bu 3 bo'lakda men yuqorida deb o'tgan 3 nokta qayta o'ynashning ahamiyati mazkur maqolaning bosh nuqta nazari bo'lib, buni maqolaning bosh bo'ligida, ya'ni birinchi abzasida o'tirib qo'ygan. İnsaniyat jamiyatining tarixi shuni isbotladiki, qayta o'ynashga jur'at qilgan, qayta o'ynashga mahir bo'lgan millatning o'z-o'zini tunish anglashga yuqori bo'ladi. O millat yenilik tartishga g'ayrat ve fırsat tapalaydı. Şunun bilen öz terakkiyatını ilgili sürüşke şart şerait yaratalaydı. Bunun eksi bolganda o millet asalla özü meftun bulup başka milletlerden keyin kaldı. Hazine Basoğuz'da 238. bet. Mezkur bayanında qayta oynashning 3 türlük ehmiyeti ve qayta oylanmasının bir türlük zihnini gösterip bergen. O'tkir Efendi ko'rsatgan qayta oynashning 3 ehmiyeti. Birinchi, milletning o'z-o'zini tunish anglashga yuqori bo'ladi. İkinci, millet yenilik tartışqa g'ayrat ve fırsat tapalaydı. Üçüncü, millet öz taraqqiyatını ilgili sürüşke şart şerait yaratalaydı. O'tkir Efendi ko'rsatgan qayta o'ylanmaslikning bir türlük zihni. Millet aslında o'zi meftun bo'lib, boshqa milletlerden keyin qoldi. Qayta oynashning ahamiyati haqida shuncha to'xtalma. İkinci kichik nokta, Uyg'ur an'anaviy madaniyati haqida qayta o'ynash orqali tarixdagi shonliq muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirgandagi negizlik sababning nimaligini tushuntirish. İkinci abzasının 10. abzası bo'lgan maqolaning ikinci bölgede Uyg'ur an'anaviy madaniyati haqida qayta o'ylanish orqali Uyg'ur an'anaviy madaniyatining 3 turlik muhim xususiyatini o'tirib qo'ydi. Hamda bularni mo'l dalil faktlar bilan isbotlab chiqdi. Asaqal o'tirib qo'ygan Uyg'ur an'anaviy madaniyatining 3 turlik xususiyati tuvanligicha. Birinchi, Uyg'ur an'anaviy madaniyatining tarihi, sharoit, coğrafiyalik muhit, milliy tarkib qatorliq sabablarning ta'siridan ko'p manbalik bo'lishi. İkinci, ishki tashqi jihatda kam qabul qilish, o'zsiz yenilik yaratish. Uchinchi, madaniy miroslarning mo'lligi va ko'pxilligi. O'tkir Efendim yuqorgi 3 xususiyatni o'tirib qo'yib, isbotlab bo'lgandan keyin yana ilgiligan holda bu 3 xususiyatni Uyg'ur xalqining asl milliy an'anasining bir qismi va ajdodlarimizning go'zal mijoz xulqining
mujassamlashgan ifodasi deb o'tirib qo'ydi. Aqsoqol yana ajdodlarimizning bizga shunday mo'l va ko'p xil madaniyat meroslarini qoldirishga qodir bo'lishligi sababning yuqorqi sabablardan tashqari jafoga chidab emgak qilish, tirishib o'rganish, ketirib qilib izlanish, yaxshisini ilib yomonini tashlash, dadillik bilan yangilik yaratish, o'zsiz ilgilash ro'yiga ega ekanligini alohida ko'rsatib berdi. Demak, maqolning 2-bo'ligidagi Uyg'ur an'anaviy madaniyati haqida qayta o'ylanish to'g'risidagi bayonlardan astoydil o'qirman shuni his qila oladiki, tarixdagi shonliq muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirganlikning negizgi sababi Uyg'ur an'anaviy madaniyati, Uyg'ur milliy an'anasi, ajdodlarimizning mijoz xulqi, shundaqla milliy ruhdan iborat 4 tarafli ilg'orlikdan iborat. Unutib qolmay o'tish kerakki, maqolada ilib berilgan muhokamaning yadrosi bo'lgan bu bo'lakda O'tkir Apandining tuvandikidek xislatlarini ko'ra olg'u bo'ldi. Birinchi, O'tkir Apandining o'z xalqiga bo'lgan kuchli mas'uliyat tuyg'usini ko'ra olg'u bo'ldi. Chunki oqsoqol millatning eng muhim tafakkur vazifasi haqida qalam davratgan. Ikkinchi, O'tkir Apandining mo'l bilimga ega ekanligini ko'ra olg'u bo'ldi. Bu mundaq ikki tarafdan ifodalandi. Biri, O'tkir Apandi o'ziga mo'l bilimga tayinib, o'z xalqining madaniyat tarixiga cho'nqur bir nazar tashlab chiqqan. İkinciden, özü oturup koygan nokta nazarlarını mol paket ve logiklik deliller bilen ispatlap çıkan. 4 xil medeniyetlikki. Mesela Cungo'nun oturtusunallık medeniyeti, Yunan medeniyeti, Mesopotamiya medeniyeti, Hindi medeniyeti qatarlıq, şu 4 xil medeniyetinin təsirini, hem de Hindi Avrupa til sistemisi, Altay Ural til sistemisi ve Hanzu Tibet til sistemisi qatarlıq 3 xil til sistemisinin təsirini, hem de İslam dini, Hristiyan dini, Nestorian dini, Şaman dini, Mani dini ve Zerdüşt dini qatarlıq 5-6 xil dinning ta'sirlarini bir-birlab tanqid o'tirib chiqdi. Bunda inchiqlik va astoydillik odamni qoyil qilmay qolmaydi. Shuncha, O'tkir Apandiki o'z taxallusiga munosib bo'lgan o'tkir muhokama kuchini kira olgan bo'ldi. Chunki oqsoqol o'tmishdagi utuq bilan hozirdagi orqada qilishning sababini dal ko'rsatgan. Dördüncü, O'tkir Apandining kuchli ilmiy pozitsiyasini ko'ra olg'u bo'ldi. Maqoladagi isbot va dalillarning kuchli va atrofli bo'lishi buning dalili. 5-chi, O'tkir Apandining yozishlik uslubidagi kuchli astoydillikni ko'ra olg'u bo'ldi. 6-chi, O'tkir Apandining bir til ustusi ekanligini ko'ra olg'u bo'ldi. 3-chi tarmoq nuqtami intayin muhim nuqta. An'anaviy madaniyatga qanday muomala qilish masalasi. An'anaviy madaniyatga qanday muomala qilish masalasi biz milliy taraqqiyotni ilgari surishda hamon duch keladigan muhim masala. Shundaqla kishilarning ong saviyasi, turmush odati, hissiyoti qatorliqlardan chechishlik zil masala. O'tkir Apandi mazkur maqolada bu vaqtda mundaq deb ko'rsatgan. Millatning taraqqiyotini ilgari surish uchun an'anaviy madaniyatning bugungi amaliy ehtiyojiga munosib keladiganlarga varislik qilish va uni rivojlantirish, munosib kelmaydiganlarni dodliq bilan chalatish lozim. Xazinlar bo'lsa 246-bet. Oqsoqolning bu ko'rsatmasi an'anaviy madaniyat bilan his qilganlarni o'tirib qo'yishga kelsam, asli mazkur maqolani o'qigandan keyin paydo bo'lgan fikrlarimni tafsiliy ifodalab chiqishni xohlaydim, ammo vaqt munosabati bilan qayta o'ylash haqidagi ba'zi fikrlarni qisqa deb 3 bilan qo'yaman. Mavjudlik va taraqqiyot masalasi barcha shaylarga keng ma'ni berib aytganda o'rtaq masala. İnsaniyatga nisbatan mavjudlik va taraqqiyot masalasi texnik favqulodda ma'noga ega. Afsus, butun dunyo degidek mavjudlik va taraqqiyot masalasiga ko'ngil bo'layotgan va bu vaqtda izlanishni jiddiyleştirayotgan dünyanın yakın zaman ve hozirgi zaman tarihi jarayonidagi bir necha asr mobaynida biz bo'lsak bir jamiyatning ijtimoiy taraqqiyotida qon ishlab chiqargan ilikdek rol o'ynaydigan ijtimoiy ma'rif sohasida tilni vayron holatga mahkum bo'lib qolgan ekanmiz. Mening oddiy bayqashimcha bizdagi qaloq holatda qolgan ijtimoiy ma'rif bunda 3 xil natijani baliq keltirgan. Birinchi, yakki shaxslar bo'yicha qaraganda bir umr ma'rif tarbiyasi ko'rmay o'tkazilganlar umumyuzlik ko'rilgan. İkinci, aile boyunca qaraganda bir necha avlod ma'rif tarbiyasi ko'rmaydigan ahvol gavjlik ko'rilgan. Üçüncü, birinchi ve ikinci natija yanma cho'nqurlar va kengayib, mahalla, yurt, hatto butun millat miqyosi bo'yicha yig'ir safa qahatchilikni barliq keltirgan. Shundaqla milliy ruhni favqulodda ojlashtirayotgan. Demak, mana bularning natijasida iqtisodiy va ijtimoiy imkoniyatlar favqulodda tuvanlab ketgan Uyg'ur jamiyati barliq kelgan. Ahırda to'lim ojilish va quloqlashib ketgan Uyg'ur jamiyati turli ijtimoiy krizlar bilan chirmalgan.
Gerçi 1949 yıldan keyin, bo'lib 1978 yıldan keyin milliy taraqqiyotni muayyan ilgariliklar ko'rilgan bo'lsa-mu, dunyoning va mamlakatimizning taraqqiyot saviyasini solishtirganda davrning talabidan ko'p yiroq. Uyg'ur jamiyati har qaysi ijtimoiy qatlamlar bo'yicha milliy taraqqiyotning bir turli kasbin ideologiya sharti bo'lgan qayta o'ylanishni birlikda hamkorlik o'rnatmoqi hozir va kelgusimizning muhim kafolatidan iborat. Endi ben ahırda bugün biz qilgan bu işimiz O'tkir Appandiga qilingan bir hurmat, O'tkir Appandi bilan bo'layotgan bir dil rishtisi xolos. Bugun elincheye qatnashgan cho'nglarga, jumladan Tavarik onamiz Xalchxon oniga, O'tkir Appandininki abidlari, namunlari, ko'z qarichig'i bo'lgan qizlarga ahırda men salomatlik tilayman, ömür tilayman, güzel chehir ve ölmez süzük tefekkür tilayman. Rahmet, selamet olun. Ahletek başım kuduz hem güzel bulda anam